Yo, hammaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan har doimgidek Leon PUBG. Jigarlar, bugun 2447 balans ko'pingiz qilamiz. Undan men sizlarga o'zimma har doimgidek o'zimma Telegram chanalimni ko'rsatib ketaman. Bitta Telegram chanalimda har xil promolar, har xil narsalar beriladi. Jigarlar, vot mana bu yerda daxoya narsa yozganman, bitta video qo'yilgan, bitta 42 lik promo berganman, mana olgan. Ile bu yoqda 49 lik berganman. Nechta akkauntga olgan? Bu yoqda 35 lik berganman. Anitdan 35 likdan 400 lik qilib olgan. Qarochi, shunaqa daxoya video promo beriladi. Xo'p, Telegram qayerdan topaman desanglar, shunamatga o'tasizlar. Shunamatga o'tsanglar, bitta eshoni bitta bossanglar, shunamatga kirib ketadi. Zigarlar, prosta mana videoga prosta aktiv zo'r bo'ldi. 13 soatda 600 prosmotr cho'tka aktiv qilib beryapsizlar. Faqat o'sha oxirgi videoga nimagadir komment, like yozmadinglar. Undan avvalgisiga 1,5 ming prosmotr bo'lganiga nerealniy komment, like bosib yordinglar jigarlar. Bu videoda ham so'rab qolaman, iltimoslardan. Liboy narsa deb yozinglar. Leon silami, Leon asha nimadirlar. U kommentga, lekin u videoning kommentiga Leon karambit, Leon asha zo'r, Leon nimadir. Asha xursand bo'lib ketdim, lekin bor, buncha kommentni ko'rib bor, maza qildim. Addushi rahmat. Bu videoga bir dona komment bilan bir dona like bosib qo'ysanglar, obuna ham bo'lib qo'yinglar, 1,5 mingtaga ozgina qoladi jigarlar. Ani ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Go. Bu obunachimiz ko'p pul tashab yurar ekanlar akkauntlariga, lekin ko'p pul tashab yurar ekanlar, lekin hozir bu balansda promo koddan ko'tardim dedi, lekin juda ko'p pul tashaganman dedi, bildirobga dedi. Sizga dedi, ochavering maza qilib dedi. Vo qanday? Pizdes. Keysda shunchalik omad yo'qmi deymanda. O'yindan ko'tarib deganlar. O'zi ham 10 USDga sapyorga 1000 USD qo'yapti-da. Gap yo'q. 100x gacha boribdi-da. Omad kelib qolibdi. Chutki. Bitta Mers ochib ko'ramiz, bo'lmasa ketdi o'zimiz har doimgidek. Mersda buzib qo'yishmadim, bitta ko'ramiz. 13% qilib qo'yibdi mana uni. Sukka 18% qilib qo'yibdi. Oldin ham shunaqamidi? Hop, ketdi bitta ochaylik chiqani. Bismillahirrohmanirrohim deymizda. Ndo qilamizda. Ani ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Ani bitta zo'rdan bersa balansimizni qaytarib olsak. Bella. Vo 6000 mi? 56 ming bu. Chala 1900 lik pistolet ekan. Ani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Davay endi mujiki bitta zo'rdan berishing kerak. Davay. Blat qanday? Bermasa bo'lmaydi-yu endi. Oxirgisi bitta zo'rdan ber. Chiqib. Pizdes, galap pizdes. O'sha 1000 qoldi. Bu bolani akkaunti bilmayman. Vashi menimcha PUBG'da ochar ekanlar. Menimcha faqat PUBG'ga omad kelsa kerak deb o'ylayman. 25 ta bunaqa musul narsa berar ekan. O'qisangiz ham mayli deganlar, roziman deganlar, lekin tezroq qilyapti-da, boru, bu darajada boru, bilet. Hop. Ta qanaqa keys ochsam bo'lar ekan. Bitta mashina ochib ko'ramiz 292 USDga. Ani Ronaldo qanaqa ekan? Ani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Yaxshi bersin-da, ish qilib, yaxshi mifikdan. Davay. 500 menimcha. O'zini pulini ozgina minus qildi-yu. Ani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Uni o'rniga 20% ekan. Yaxshi qimmat. 554 USD chotki. Aytdim-ku jigarlar, bu PUBG'da omadli ekan bu akkaunt, qarochi. PUBG ochilgan. Qarang, bitta narsa borda jigarlar, faqat to'lka pul tashab PUBG ochib yuraversanglar, faqat PUBG'da berib qoladi-da, tushunasizlarmi? Agar standoff ochib yursanglar, faqat standoff beradi-da. Shunaqa narsa-da. Shunaqa bo'lib qolgan bu akkaunt, qarochi. Faqat PUBG ochilganiga PUBG yaxshi beradigan bo'lib qolgan, tushunasizlarmi? Hop, chetdik. Ronaldo yomon emas. Yaxshi plus qildik Ronaldodan. Chutki. Shit, tepada qolib ketdi futbolchilar. Mana. Endi Messini ko'ramiz. Ronaldo yaxshi plus berdi, lekin birinchisida jicha minus, ikkinchisida yaxshi plus berdi. Qani
Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Messi ham bitta katta zo'r mifik berganda zo'r bo'lib ketardi hayotimiz. Bu 300 necha hamdir. Da, xuddi Ronaldoga o'xshab ozgina minus birinchisida. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Lekin Ronaldoda haligi mifikka to'xtaganidamidi? Tot. Yo'q, necha. Oy. Ko'rdinglarmi? Men nima dedim? Bu akkauntga prosta tag PUBG legenda, PUBG zo'r berar ekan bu akkauntda. Ko'rdinglarmi? Ahuyet. 750 vo, o'sha balansimizni tiklab shunday qaytarib oldik jigarlar. Mana qaranglar 0.59%. Ko'rdinglarmi? Messi anchagina ko'p plyus berdi. Birinchisida ham ozgina, birinchisida Ronaldodan ko'ra kamroq minus berdi. Ikkinchisida Ronaldo Zaybat. Uzr. Короче, Ronaldodan ko'proq minus plyus berdi, ancha 200 plyus berdi. Qisqasi, ikkalasi ham zo'r. Hech qanaqa narsam yo'q. Ronaldo musor, Messi zo'r, unday deydigan narsam yo'q jigarlar. Prosta ikkalasi ham chotki. Ikkalasi ham zo'r, короче. Ketdi, mash PUBG'da masalan standoffni qaranglar-da, mana dublonni yonidagi 249, 349 liklar bor-da. Ko'pda, короче, kes. PUBG'da kamroqda, ana futbolchilardan boshqa umuman variant yo'q-da. Dayma Mbappe ochib ko'ramiz. Mbappejon. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Bu ham zo'r bitta mifiklardan va ultimatlardan berib yorsa, hayot go'zal bo'lib ketdi. Yomon emas, plyus. 393. Ashi. Normalli. Plyusda agar menga to'xtaganda 660 ekan. Wow. Ishi chotki bo'lib ketardi. Ko'rdilarmi? Easy balans qaytarib oldik jigarlar. Easy prям. Ko'zimizni yumib balans qaytarib oldik. PUBG'da prosta men ko'rasizlar, aqlda ishlash bo'lish kerak-da, aqli. Yomon ishlab qoladi-da, boshim yomon. Aqlliman-da, bilaman-da bor. Standoffda bermayaptim-da, albatta PUBG'da beradi jigarlar. Ketdi, Neymar ham qolib ketmasin shu tarzda oralarida. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi, qani Gazgar, Neymar, sharmanda qilma. Zo'ridan bitta. Oponim, chut qildi. Yana bitta ochamiz agar shunisidan ham minus bersa ketamiz u Neymardan. Bitta ikkinchisida plyus berib qolishim uchun bitta mana bunaqalardan berish kerak lekin. Tot. Bilat bu minus o. Yo'q, 349 yezi. Billah. 14% ekan. 14%likni bermadi. 349 yuz shunda plyusda, to'g'rimi? Da, o'zini minusini ham, plyusini ham qopladi. Bilat videoni nechida boshlovdim, ha? Menimcha 48 dan boshladim. Bo'pti, 60 gacha qilaman. Necha minutli video bo'lsa bo'ldi, короче. Hop. Nima ochamiz? Bitcoin o'zi yaxshi bermaydi. Daychi bitta Patrick ochib ko'ramiz. Da, o'rtacha hafta ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Patrick ham zo'r, bitta mana bunaqa zo'r mifiklardan beri olsa zo'r bo'lib ketardi. Yo'q, yomon emas, plyus. 230, 700, 180, 400 ga ochib ketdi. Patrick ham lekin juda kam beradi-yu, lekin 4 talik, 5 talik ochishlar yaxshi plyus beradi. Endi cho'chiyman-da ochishga, hamkorim yo'q bo'lsa mani. Xo'p. Futbolchilardan Zidan ili Yashinga o'tib ko'ramizmi? Daychi Zidanga o'tib ko'ramiz. 300 UC, 500 lik. Oy. Bismillahirrohmanirrohim. Chetda bitta zalotoy berib. Voy. Uzr. Vo, 149 UC beribdi. Bila, xatoda ko'rdinglarmi? Xato bosilib ketib qoldi-da. Pizdes minus berdi lekin bor, gap yo'q. Astoydil minus berdi. Zidan kod. Shunchalik zo'r. Men bitta bunda ultimatumda ko'raman dedim. Men bitta bosilib ketib qoldi-da. Qanotda katta narsa, katta foizi bormi buni? 8% xolos, 19%. Dayam bitta ochaylik, plyus beradi-da, mana shu bor hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Yaxshi plyus berib bor endi bitta mifiklardan yo ultimatlardan. Iltimos, bilat, yaxshimi bu? Yaxshi, 400. 100 UC plyus berdi hozir. Undan avval 149 UC bergan bo'lsa, 200 UC mi, 250 UC minus beradi. Baribir biz minusda. Zidan minus ketibdi, baribir bizga. Har taraflama. Xo'sh.
Bitcoin yaxshi bermayapti yoki deb bitta ochib ko'ramizmi Bitcoin ham? Da kichik hafta ochib ko'ramiz. Qani Bitcoinda foizini oshirib yormagan bo'lsa nimalardir? Hali 20%, mana shular yaxshi ishmasda PUBG. Yaxshi ishmasda. O'rday, mana shular yaxshi ishmas. Bu bo'lmaydi Bitcoin. Короче, singan уже Bitcoin. Yaxshi emas Bitcoin. Mana keslardan ochib ko'raymi? 368 yuziga. Qanaqa berar ekan bu? Bitta ko'raylik-chi. Hop, 2% ekan 670 yuzi. Hozircha yaxshi. 19% bilan. Yaxshi. Da bitta ochib ko'ramiz. 300 nechamdir yuz ekan. Bu 2% ekan mana uni berish. Voy manaqa. Voy. Qani, bo'pti ketdi bo'lmasa bitta ochib ko'ramiz. 368 yuziga ochamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi jigaram. Bitta zo'ridan ber. Zo'r mifik, pabratis iltimos. Iltimos, o'tkin. Chala. Pizdes boru. 174 yuzi berdi boru. O'tganidamidi? Bitta minus berib, ikkinchisida plus beryapti-da, ochib ko'raymi ekan. Bo'pti, davay. Yana bitta. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Jigar bunusida bitta katta plus beryapti. Yaxshi. Voy, blad, naxuy ochdim. Sizga haram kelsa ekan. Bilishim kerak edi, men yaxshi bermasligini. Saybal, pizdes ko'ti kelsa ekan bor. Daychi bitta mers ochib ko'ramiz. Qani, kichik hafta undoq qilib. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Bitta zalotoy beryapti, 0.4% zalotoy bitta. Davay, o't. Blad. Pizdes, ashi minusga tiqyapti, bular. Tige bo'lmadi. Mo'zi Ronaldo, Messi, o'sha Neymar, Mbappe shularni ochish kerak ekanda, eng zo'ri PUBG'da. Eng zo'r tanlov. Boshqa tanlov yo'q ekanda. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Blad, yana eski balansga qaytdik. Zayba. Oy, mana legendichka. 800 yuzi blad. Yo bani. Men nima dedim? Boshqa variant yo'q. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Ronaldo ili Messi, Mbappe, Neymar, shulardan boshqasini ochmaylar. Oy, men nima dedim? Ko'ryapsizlarmi? Boshqa variant yo'q. Ko'rdinglar-ku, daxoy keys ochdim, mers ochdim. Ali Zidan, Yashin hammasini ochib ko'rdim. Nerealni minus beryapti-da, ko'ryapsizlarmi? Daxoy minus beryapti-da. Shunday kelasizlar, prям bitta kelasizlar, Ronaldoga bitta kirasizlar yoki Messiga bitta kirasizlar, bitta ochasizlar, bo'ldi, все. O'zingizlar fikringlarni yozib ketinglar. Sizlarga Ronaldo yoqadi, Messimi deganlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bu o'yindagi narsa-da bu. O'yinni oddiy aytayapman-da, keys beradiganni. Xo'p, okey, minus berdi. Nechi minus? 130 yuzi minus berdi, mayli. Minus ham bo'lib turish kerak. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi endi bitta manulardan berib jigar. Yoki-da mashinalardanmi? Voy bilad. Yana bitta minus berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Davay. Bitta yaxshisidan berib yuborish kerak. Bilad, pizdes. Messi yomon ko'tlik qilyapti, bor-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir bitta berib olay. Balansimizni joyiga qaytarib qo'ysa ham rozi edim-da. To'xta, chala. Pizdes. Ular pizdes, Messi. Yo, hozir 2300 edi-da, bor-ku. Ronaldo pizdes berib olib chiqib ketadi-da bizlar. Messi yana ko't qildi. Lekin tan olaman, Ronaldo zo'r beradi haliginda. PUBG'da. Chunki bir ikkita hamkori borlar ham ochganda ko'rganman. Chotki berganda, pram. Ishi. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, zo'r beryapti menga. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim. Bitta mana bunaqa ultimate'lardan berib yuborsa ham zo'r bo'lib ketardi yoki mana bunaqa. O'ttirog'idanmi, bila. Uje pishdimi deyman-da, yana hayot. Qani u bular yuqori xaptami? Yo'q, o'rtacha xapta ochaylik. Qani bismillahirrohmanirrohim.
Bitta berib yubor endi yaxshisidan. To'xta. Voy, pizdes. Fitfilon foizmi? Yo'q, to'g'ri foizli narsani berib qo'yarkan. To'g'ri foizli xolos, katta foiz emas. Foizi to'g'ri foiz. Lekin pizdes minus berib qo'yarkan. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Bitta mamliqlardan ber, 1% bitta berib yubor kattarog'idan. Bilat! Qanday? Prosta pizdes deganlar bor, yomon asab buzilyapti bor. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Bitta 800-900 likdan ber. Yaxshi, nechi qimmatmi? Ho! Yabat bilat. 1400 ha, 1400. Hey, chala bilat tasavvur qilinglar, 1400 USD. Pizdes katta degani bu. Bytes prosta 1400 USD. Bombana gonni jigarlar. Xo'p, videoni tugatamiz. Ikkinchi qism albatta bo'ladi. Bizni yana doimgidek serialimiz boshlandi jigarlar. Har doimgidek aytib o'taman, bitta like, bitta komment, bitta obuna, jalka emas. Favratski bosib ketinglar. Bitta komment bilan bitta like o'zini ham bosib ketsanglar ham xursand bo'lib qolaman. Ikkinchi qismda albatta kutinglar. Bizning serialimiz boshlandi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Leon PUBG bo'ldi.